Qaysi gunohim uchun shuncha sinov kelmoqda ekan deb yolborishlik nechog'lik to'g'ri? Buni yuqorida ham aytib o'tildi. Inson bir sinovga giriftor bo'layotgan ekan yoki imtihonga duch kelayotgan ekan, aslida bir narsani hamisha xayolda tutish kerak. Mana bu dunyo inson maza qilib, rohatlanib yashaydigan joy emas. Balki bu dunyo o'zini nomi bilan sinov, imtihon dunyosi. Kimlargadir sinov qattiqroq bo'lishi mumkin, kimlargadir yengilroq bo'lishi mumkin. Shuning uchun inson bir musibatga duch kelgan paytida bu mening qaysi gunohlarim uchun deyish o'rniga istig'forni ko'p aytish tavsiya qilinadi. Ko'proq u bilgandir, bilmagandir. Bu kelayotgan musibatlar ehtimol uni bir gunohi tufaylidir. Ammo faqatgina gunoh tufayli ham deyilmaydi, balki unga Alloh taolo uni duo qilishini xohlab unga shunaqangi bir musibatlar, sinovlar berayotgandir. Uni hali solih bandalari safiga qo'shish uchun. Shuning uchun qaysi gunohlarim uchun buncha musibatlarga duchor bo'ldim deyish o'rniga kishi bundan saqlanib istig'forni ko'p aytishi, bularning hammasi sinov ekanligi va bu sinovdan muvaffaqiyatli o'tsa o'zi uchun juda ham foydali ishga aylanib ketishi mumkinligini hamisha xayolda tutish kerak bo'ladi.